Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaluddin Es-Suyuti rahmetullahi aleyhinin halifeler tarihi namlı kitabıda biz Abbasilarınki 24. halifesi Et-Ta'i' lillah degan halifeninki hayatı bilen tanışıp çıkan. Biz hem de bugünkü dersimizde şu halifeninki zamanında ölüp ketken en meşhur, en büyük ulemalar ve meşhur şahslar hakkında toxtulup etimiz. Bu devirde ölüp ketken büyük allamelerden İbn Sunni degan ulema. Hicriye 280 yıl tug'ilib, Hicriye 364 yıl ölüp ketgan. Yani miladiye 974 yıla to'g'ri keldi ölüp ketgan vaqti. Bu kishiniki ismi Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq, kunyasi Ebu Bekr el-Hashimi degan nom bilan mashhur. Hashimi degandan bularniki payg'ambar oilasi tavobotidan ekanligi chiqib turibdi. Bu kishi aynı devrdeki Sünni ulamalarniki biri ve köpligen kişilerge hadis ilmide ta'lim bergen hadis raviyleriniki biri bo'ladi. Bu kishi İmam Nesai rahmetullahi aleyhiniki şagirdlerinden deyishki bo'ldi. Çünkü İmam Nesai'niki Sunanun Nesai degan kitobni rivoyat qilgan, ravi keyingilarga yetkazgan. Nəhayət ko'p səfərlərini qilgan, Iroq, Misr, Sham, Hicazlarga borgan. Ustozlardan Abul Qasim el-Baghavi, İmam Nesai bular bu adamniki büyük ustozlardan bo'ladi. Bu adamniki Kitabul Qanaat, Tibbun Nabavi, Amalul Yawm ve Leyla qatarlıq meşhur bir qism kitaplar var. Ondan başqa yeni bir büyük allame İbn Adi namı ile meşhur bo'lgan Ebu Ahmed ibn Adi el-Jurjani degan kishi. Tige Jurjan Nazar İran'da. Bu adam Hicriye 277 yılı tug'ilgan. Miladiye 976'da ölüp ketgan. Bu adam bu aynı devirdeki nihayetli büyük ulemalardan sanıladi. Bu adamniki töhbülerden hadis ilmiga qo'shgan töhbüler nihayetli zor. O'zi yoshlam, kichiklam hadis ilmi bilan shug'ullangan. Ta shu g'arbda Iskandariyadan tortib, sharqda Samarqand bo'lgan oraliqda bu adam hadis ilmini o'rganish bilan mashg'ul bo'lgan bu adam. Bu adamniki ustozlardan Muhammad ibn Yahya Marvazi deymiz. Ebu Ya'la Mevsili deymiz. Demek bu adamның 1000'dan ortiq ustozi bo'lgan hayotida. Bu adamniki shogirdlari Abu Abdullah Hakim Nishapuri degan nayt büyük muhaddis kitobi bor edi. Ammo shu odamning shogird bo'ladi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida masalan o'z zamonida, o'z davrida bu odamning hadis ilmiga nayt puxta, hafiz odam yo'q edi degan bo'lsa, boshqalar mislisiz hifz idroki nayt kuchli bo'lgan ulug' bir shaxs degan baholarni bergan. Bir qism ulamolar buni ishonchlikda deb qaragan. Ammo İmam Zahabi rahmetullahi alayh bu adam arabchaga sal ojizroq, arabchani yaxshi bilib ketmaydi, ammo shu raviylarning hadisniki ujur uchun yaxshi biladigan hafiz deb sifatlagan. Demak, arabchada kuchimiz kerak so'zlashma jihatda o'z davridagi büyük meşhur şahslardan, imamlardan İmam İbn Kesir rahmetullahi alayh bu kishiga baho berib, boshqalarga zo'r foyda yetkazgan büyük ulama, hafiz, olim, ko'p safarlarni qilgan debdi. Ammo shu gapi yetarli. Bu odamniki nihoyatda mashhur büyük kitoblar borligi xotirlangan. Mesela El-Kamil fi Zu'afa'ir Rijal degan kitob. Bu nihayat meşhur kitap bu. Bu hadis ilmida raviylarning tarixini bilishda eng bo'lmaydigan kitoblardan biri. Bu kitap bugungi kunda bor. Bu kitap asosan. Bu kishiniki o'lib ketgan vaqti 365-yilga to'g'ri keldi Hijriyaniki. Bu taza tayiniki baş mezgilleri, yani hilafetten baştaki mezgillerde. Bundan başka büyük şahslardan
Qaffalul Kebir degan bir ulama. Bu Qaffal degan esa qulupchi degan bo'ldi. İsmi Muhammad ibn Ali, kunyasi Abu Bakr al-Qaffali Shoshi deymiz. Shosh degan hozirgi O'zbekistondagi Toshkent shahri. Bu burun yani Shosh deb ataydi. Bu adam Hijriya 291 yıl tug'ilib, Hijriya 365 yıl o'lib ketgan. Undaqda miladiya 976 yılda to'g'ri keldi. Ayni davrdagi Shofiy mazhabining eng buyuk allomalardan, faqih, mufassir ham hadis rivoyat qiladigan ravi. Tarixda eng buyuk musulmon ulamosi degan nomga erishgan. Bu adam nimishqa cho'ng qaffal deymiz, keyingi davrda yana Abu Bakr al-Qaffal ismli bir odam chiqqan. Bu adam nima keyingilar qaffal deb atalgan. Shuna bundan farqlantirish uchun cho'ng qaffal, kichik qaffal deb farqlantirgan. Bu adam o'z davridagi Shofiy mazhabining ulamosi bo'ldi. Bu adam nurg'un ilm o'rganish uchun, hadis o'rganish uchun nurg'un safarlarni qilgan. Xurason, Hijoz, Ishki Haram, Sham, asosan shu eng cho'ng markaziy islomiy shaharlarga bu odam berib shu yerda ilm bilan shug'ullangan. Asli bu odam ilmni o'rgangan yurti Toshkent, Bilad Mavara Annar, Samarqand, shu joylarda o'rgangan. Keyin ondan islom dunyosiga chiqqan. Bu odamniki eng buyuk ustozlardan kim o deganda Ibn Jarir Tabari, büyük muhaddis, hem tarixchi, hem mufassir. Ondan başka Abul Qasim el-Bagavi, bolumu mufassir. Mana mushu büyükler bu adamniki ustoz bo'ladi. Bu adamning shogirdlaridan Abu Abdullah Hakim Nishapuri degan. Bu adamniki cho'ng bir hadis kitobi bor. Mushu bu adamning shogird bo'ldi. Demak bu şu Türk xalqiniki nayeti büyük faxri deyishki bo'ldi bu adam. Ulamolarniki bu kichik bakan baholardan Mavara an-Nahrdagi eng büyük ulamo. Usul hadisni ko'p biladigan, hadisni eng ko'p rivoyat qilgan, ko'p o'rgangan odam deb baho bergan. Bu odamning nurg'un kitoblari bor. Uning ustiga faqihlar orasidagi ixtilof, munoziralar haqida kitob yozgan, usul fiqh haqida kitob yozgan. İmam Shofiyniki usul fiqh Risol nomli kitobini bu odam sharhlagan. Mavara an-Nahri keyingi mezgilda ta hozir qadar Hanifiy mazhabda, ammo Shofiy mazhabda keng umumyuzlik taqitib, mush Mavara an-Nahr Turkiston rayoniga Shofiy mazhabini akirgan odam bu. Onun ustiga mazhabni yaxshi biladigan, mazhab deganimiz 4 mazhab ichidagi mashhur mazhablarni yaxshi biladigan buyuk alloma. Ammo bir qism ulamolar bu kishiniki shunchalar ilminiki zo'r bo'lishiga qaramay, Mu'tazila aqidasiga qarata azroq qo'llash ilib bo'lgan deb shundoq deydi. Hamda İmam G'azali rahmatullohi bu İmam G'azali emas, İmam Zahabiy bu nuqtada gap qilib kelib, hamda bu odam o'lib ketdi. Kamolat faqat Allohga xos. Olimni uning bir ortiqchiligi ko'p bo'lsa, shuning asosan uni maqtaymiz. Ammo uning ma'lum ketkizib qo'ygan sahvanligi, xatoligi tufaylidan uning butun yaxshiligini ko'mbasak, yo'qotsak bo'lmaydi. Balki bu odam Mu'tazila aqidasidan qaytgan bo'lishi mumkin. Va yoki bu odam haqni izlash, tirishchanligi, ixlosi qarta Allah subhanahu va taolo mag'firat qilgan bo'lishi mumkin dedi. Bu nihoyatda buyuk bir ajoyib so'z. Bu bugungi kunda tatbiq qilinishi tegishli so'z ma'lum. Biz boshqalarni kofir deydigan, boshqalarni ishtik munofiq deydigan, boshqalarni ishtik ayiblaydigan, shunday bir zamonimizda yashayotgan paytda bu Zahabiyniki nihoyatda muhim so'zi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk kishi Sayrafi degan ulamo, Abu Said Hasan ibn Abdullah al-Mirzaban Sayrafi deymiz. Hijriya 284-yilda tug'ilib, Hijriya 368-yili, ya'ni milodiya 978-yilda o'lib ketgan. Bu Abbasiylar davridagi o'tgan nihoyatda bir buyuk qozi. Bu nimishqa Sayrafi deymiz degan vaqtida bu odam Sayraf deydigan bir yurtda tug'ilgan.
Şu yerda ilm öğrenip keyingi mezgilde Arab dünyasida bo'lib Ummonga birib shu yerda ilm o'rgangan bu odam. Keyingi mezgillarda masalan Bag'dodga kirib, Bag'dodningki shu sharq mahallesine qozi bo'lgan. Hem shundoqla shu nahv ilmini yaxshi biladigan, nahv ilmida Basri mazhabini asos qilib bo'lgan odam bu. Bu adamniki o'qigan ilmlar nihoyatda ko'p. Masalan, nahvini bir ulamada, lug'atni bir ulamada, Qur'oni Karimni bir ulamada degandek. Miros bu adamniki ko'p qatlamli ilm qurilmasi. Mirosni yaxshi biladigan, Qur'on tafsirlarini, Qur'on ilmini yaxshi biladigan, qiroat ilmini, she'riyatni yaxshi biladigan, ilmi kalom mirosni yaxshi biladigan, fiqhni yaxshi biladigan büyük ulama. Onun ustiga bu adam nəhayət zahid o'tgan. Zahid o'tishdimi faqat o'zining qo'liga tayinib turib, o'zining amgikiga tayinib turib bu adam yashagan. Ya'ni maash olmagan demakchi-da. Uydan shu qozixonaga chiqqan vaqtida yoki ilm o'qitadigan o'ringa chiqqan vaqtida shu avval bir 10 varaqni ko'chirib shuni setib masalan. Bu demak yana vaqtda bunday xattatlik qildigan ishlar var. Şu xattatlikqa 10 varaqqa bir pul ilib, şu pulni ilitib, ondan darsxonaga yoki qozixonaga bordi ekanda, yana haqqa muhtoj bo'lib qolmay deb yashaydi ekan. Demak, bu odamga o'z davriniki buyuk allomis bo'lish bilan birga eng buyuk peshvosi deyishga bo'ldi. Uning ustiga Hanifiy mazhab bo'yicha 50 yilda fatvo bergan deydi. Rasofa jamisida bu Iroqda. Asli dadisi Mecusi ekan to'q. Ki musulmon bo'lgandan keyin bolasini Abdullah deb atagan ekan. Demak, dadisi bir botilni ko'rgan odam ekan. Bu odam bilan ayni vaqtida Abu Farij Asbahaniyning orasida azroq bir urushmasliklar, bir baslashishlar bo'lib ekanda ilmda. Hamda Alloh taolo ba'zi ulamolarni ashta sinab qo'ydi ekan. Demak, şu azroq bir avarchilik bo'lgan deyilibdi. Undan boshqa yana bir buyuk Sa'luki degan ulamo, Abu Sahl Sa'luki deymiz. İsmi Muhammad ibn Sulayman nomi bilan mashhur. O'zi Nishapurlik ulamo. Hijriy 296-yil tug'ilib, Hijriy 369-yil o'lib ketgan. Bu odam Shafiy mazhabining eng chong buyuk faqihsi, ham kalamshunos ulamo, ham grammatikarshunos, ham lug'atshunos, ham tafsirshunos, ham so'fi. Onun ustiga bu Xorasonninki buyuk ulamosi deyishga bo'ldi. İmam Hakim rahmetullohi alayh bu odam to'g'riliq gap qilib, o'z davriniki yegona ulamosi, o'z tangtushlarining orasidagi ko'zi ko'ringan buyuk deb mundaq sifatlagan bu odamni. Boshqa bir qism ulamolar Xorasonda Abu Sahl Sa'lukidek bir olim ko'rilib boqmagan deb sifatlagan. Hatta İbn Abbad degan ulamo Abu Sahildek adamni bir adam biz ko'rib boqmadik. Hatta umi o'zdek adamni ko'rib boqmagan deyilgan. Bu yuqori baho bu ulamoniki shu paytlarda bergan. Bu odamning ayni vaqtida aqliy dalil isbot talab qilibdi-da, Xudoni ko'rish uchun. Xudoni ko'rish uchun bir aqliy dalil bağımlı deb. Çünkü o vaqtda Mu'tazililar nəhayət ko'p kuchaygan. Çünkü Mu'tazililar Xudoni ko'rgilib bo'lmaydi deb qaraydi. Bu odam buningga aqliy dalil qilib, buning eng tipik dalili mu'minlar davomli Xudoga uchqishni ishtiyoq bilan sig'inadi debdi. Bu sig'inish bu haddidan chekidan oshgan bir iroda. Bu iroda degan mumkin bo'lmaydigan ishqa İslammaydı deb qaragan. Mana shu bu odamniki aqliy dalili. Endi tasavvuf haqida so'ralgan vaqtida tasavvuf nima deb so'raganda bu odam tasavvuf e'tiroz bildirmaslik tasavvufdir degan. Balki e'tiroz bildirmaslik Xudoning rasuliga e'tiroz bildirmay sallamna deb o'zini topshirish Xudoga, mana bu tasavvuf deb qaragan. Onundan başqa yana bir büyük ulama Abu Bakr al-Jassas degan ulama. Ahmad ibn Ali al-Razi deymiz. O'zi Hanifiy mazhabining büyük ulamasi. Ahmad ibn Ali lekin Abu Bakr al-Jassas deb ko'p tanilgan.
Çünkü bu adam da ağaççılık, gecxaçılık bir hüner bilen şugullangan ekan-da. Şunun için bu adamda cessas dep. Çünkü burun ölümalarınki köpünçüsünki ma'lum bir kesbi var, hüneri var. Bäsini tamçı deymiz, bäsini qassap, bäsini yağaççı deymiz. Özünki hüneri bilen atalgan bolar. Bu adam hazırkı İran'daki Tehran'da tuğulgan, şunun için buna Razi deymiz. Bu adam Hicriye 305 yılı tuğulup, keyinki mezgilde bu adam Bağdat'a berip, Bağdat'niki ölümalarda ve İran'daki en devirdeki ölümalarda okugan. Bulapmı bu Hanefi mezhep ölümaları içinde, hususen elbette vaqtida naayeti bek büyük ölüma dep deyişki buldu. Bu adamniki bu hakkımı yaxşı eserleri mevcut. Mesela Ahkamul Kur'an dep bir kitap var. Hanefi mezhep asasını şerhleyen Kur'an hükümleri degan. Ondan başka İmam Tahavi rahmetullahi aleyhinki Muhtasar Fiqh degan bir kitabını şerhleyen. Şerhleyen kitaplarım naayeti köplüki Ahkamul Kur'an hazır kadar mevcut. Bu adam Hicriye 370 yılı 65 yaşta dünyadan ketken büyük allame. Bu devirde ölüp ketken yeni bir büyük allame İbn Halevi namıyla meşhur bolgan Hüseyin ibn Ahmet Ebu Abdullah degan kişi. Bu adam İran'daki Hamedan'da tuğulgan. Keyingi mezgilde Bağdat'a yenip gelip Hicriye 370 yılı ölüp ketken. Miladiye 980 yılga toğru keldi. Bu adamda Zunnuneyn dep da atalgan. Bu sebebi bunu ufukmadık. Bu kişi hem de öz devirdeki şu grammatik deymiz, hadis ilmi deymiz, kıraat ilmi deymiz, türlük edebiyat sahası deymiz, türlük ilimlerde bu adam hali közü görüngen büyük allamelerden. Bu adamınki Kur'an-ı Kerim'deki 30 surinin İrabi namlı kitabı var. Bu kitabın ayeti meşhur. Bu devirde ölüp ketken yeni bir ulema Ezheri namıyla meşhur bolgan Ebu Mansurul Ezheri degan kişi. İsmi Muhammed ibn Ahmet namıyla meşhur. Hicriye 282 yıl tuğulup Hicriye 370 yılı, yani miladiye 981 yılı ölüp ketdi. Demiş ki bu adamni Ezheri deymesek, çoğun dadısının ismi Ezherken. Bu adam özü şu Arap tilşünaslıqdaki nayeti büyük ulema. Abbasiler devirde yaşagan. Bu adam Xurasan'daki Herat'ta, hazırkı Afganistan'daki Herat'ta tuğulgan. Keyin Bağdat'a qaytıp gelip, Bağdat'ta yerleşip, Bağdat'ta fiqh ilmini öğrengen. Ahire şu Arap tiliga bolgan qiziqishi tüpeylidən bu adam Arap tilini çoğunqurlap bilim algan, egeldigen. Hatta şu Araplarniki türlü qabila arasıga kirip, şu elde şu şivilani, türlü Arap tillerini toplap öğrengen. Şu aralıkta bu Qarmetilarniki qulga esir düşüp qalgan bu adam. Bu adamniki Tehzibul Luga namlı kitabı nayeti meşhur. Bir Arap tili bilgan adam bu kitabını okuş gerek ve saklap qo'yish tegishli muhim kitaplarniki biri deyishki bo'ldi. Ulamalar bu kishi Bahovaga vaqtida Arab tilshunosligining peshvosi, fiqh ilmining peshvosi, ishonchlik, eng mustahkam, diyonatlik ulamo degan baholarni bergan. Bu adam Japoniy bir g'ozirga aylangan adamda. Mesela Qarmatilarning qo'lida esirga tushib qolgan vaqtida Qarmatilarmi o'sha Arablarniki Havazen qabilasiniki ish qilib har xil qabilalardan tarkib topgan ular. Ammo Havazen qabilasiniki bir bo'lik odamlar bilan birga yashab ekan shu esirlik vaqtida. Bu Havazen kim o degan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayni vaqtida o'zi til o'rgangan kichik vaqtida yashagan qabila. Şu Qarmati bo'lib ketibgan shular keyin. Men shular asirga chiqqan vaqtimda men shularning orasida yashagan edim. Bularning tilida, lahjasida hech qanday bir xatolik ko'rmadim. Uzun mezgil men shu yerda asirga tushib qolib, ular bilan birga shu qish, yoz birga yurib, men nurg'un tillarni men shulardan foydalangan debdi. Demak, bu odamning bu asirlikdanmi nihoyat yaxshi foydalanganligi chiqib turibdi. Ondan başka yani bir büyük allame El-Farabi namıyla meşhur boğan Ebu İbrahim el-Farabi degan kişi. Bu meşhur boğan Farabi emas, bu yeni bir Farabi bu adam. Bu adamniki
Tige hazırkı mesela Kazakistan tavalligidagi Farab'den özümü nayet nahvshunos, grammatikashunos büyük ulama. Yemenga berip, şu Yemende turib, nurg'un tillarni tadqiq qilib, keyin oxirida vataniga qaytib ketgan. Bu odamni bir qism tarixchilar suhbatlagan vaqtida Turkistondagi sharqiy Farab degan yurtdan deb mundaq o'rnini belgilaganda lug'atshunos adib deb. Demak, Turkistonning sharqi degan gap bugungi bizniki tor doiradagi Turkistonning sharqi emas. Mushu Turkiston iqlimining cho'ng Turkistondagi sharqini o'z ichiga oladi. Masalan, Afg'onistondan o'tgandan keyin mush Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston tavallud chigandan keyin Farab deymiz, O'zgan deymiz. Mush taraflar hammasi Turkistondagi sharqqa kirdi ayni vaqtida. Bu odamniki Divanul Adab degan kitobi bor, nihoyatda mashhur. Bu kitobi bek mashhur. Hamda bu odam haliqi mashhur Farobiyninki singlisining bolasi ekanda. Farabiy o'lib ketgandan keyin o'zini Farabiy deb atagan ekan. Shunlashqa bular bir jamoat deyishki bo'ldimda. Bu odam ayni vaqtida shu lug'atshunos Farabiy deb atilib, nurg'un asarlarni yozgan. Anda masalan Javhari As-Siha nomli bir kitob bor. Bu odamning singlisining bolasi ekan, keyingi mezgilda yozgan. Bu As-Sihahda Qarxoniylarniki tarixi yozilgan. Shu yozilgan tarafi ozroq yo'qolib ketgan parchalari bor deyman. Mesela Mahmud Qashqari rahmetullohi alayh mush Farabiyning yozgan kitabını asas qilib turib, Turkiy tillar divani degan kitobni keyingi mezgilda yozib, Abbosiylar xalifasiga sovg'a qilgan. Chunki shu vaqtda Mahmud Qashqari mush xilofat diyori bo'lgan, markazi bo'lgan Bag'dodda bir xizmatchi ekan. Shu yerda ozroq bir amal tutgan ekan. Ondan başqa yana bir büyük allama As-Sirr Rifa degan kishi, ismi Sirri ibn Ahmad, kunyasi Abul Hasan nomli mashhur. O'zi Mavsillik, ya'ni Iroqlik mashhur shoir ayında birda. O'zining kichik vaqtida bunda sayponlik ishlar bilan shug'ullangan. Bu Rafa deyishning ma'nosi saypon degan bo'ladi. Shu laqab bilan atilib qolgan. Bu o'z davrida shu Hamdani Sayfuddavlaninki qashig'i bo'lib shu yerda uzun mezgil turib, shu davrdagi amir, umaralar, vazir, vaziralarni maqtab, shuni bilan jahondorchilik qilib o'tgan. Ammo bu odamniki she'riyat talanti nihoyatda mashhur, kuchli. Shu davrda hali cho'ng shoirlarniki olqishiga erishganda. Bu odamniki bir kitobi bor ekan, lekin hozir besilmadi o'qimadik. Eng muhimi, bu odamni Hijriy 366-yili, ya'ni milodiy 976-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Undan boshqa yana bir buyuk alloma Abu Zayd al-Marvazi degan kishi, Marvazi deyishdilar, bu odamning Turkmanistonniki hozirgi Marva shahardan ekanligi chiqib turyapti. Bu kishiningki eng ilmiy jihatdagi talanti, biri Shafiy mazhabining ulamosi ham faqih. Eng muhimi İmam Buxoriy rahmetullohi alayhiniki Sahih Buxoriyni rivoyat qilgan Muhammad ibn Yusuf Parabri degan bir shogird bo'lgan. Shu shogirdidan mushu Abu Zayd al-Marvazi Sahih Buxoriyni rivoyat qilib keyingilarga yetkazgan. Mana bu odamniki buyuk tuhfasi. Bu odam Hijriy 301-yili tug'ilgan. Shu davrdagi nurg'un ulamolarda hadis o'rgangan, o'qigan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida musulmon ulamolarning eng kattasi, mazhabni yaxshi biladigan, munozirasini yaxshi, endi dunyoda zohid o'tgan ulamo degandek baholarni yozishlar birga bir qism ulamolar oshirib, bir malaika farishtalar balki buning xatolikmi yozmagan bo'lishi mumkin degan. Demak, shu darajada ulamolarning ishonchiga erishgan buyuk. Bu odam Hijriy 371-yili Marvada, hozirgi Turkmanistonda dunyodan o'tgan. Ondan başqa yana bir buyuk allama Abul Qasim ad-Daraki degan ulamo. Bu odam Hijriy 375-yil o'lib ketgan. Shafiy mazhabininki eng
ko'zi ko'ringan mujtahid ulamolarningki biri. Bu adam Ebu Hamid el-İsbirani deymiz, Ebu İshaq el-Mervezi deymiz. Bularning tarjimalım o'tdi o'g'ay. Mana mush kishilar ayni vaqtida o'qigan. Bag'dodda keyingi mezgilda o'qitish ishlari mush adamning qo'liga joylashgan, markazlashgan. Nurg'un kishilar bu odamdan foydalangan. Dadisimi ayni vaqtida shu Asbahonniki cho'ng muhaddis ekan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida Darikidek bir faqihni ko'rib boqmadim degan ulamolar shu vaqtida. Demak shu vaqtda ulamolar o'z ko'rgan ulamolarni aytmoqdaydi. Bundan katta ulamolar bo'lishi mumkin, ammo o'zining ko'rgani shu. Xo'sh, uningdan boshqa yana bir o'lib ketgan eng mashhur buyuklarimizdan Abhari degan ulamo. Bu Abu Bakr al-Abhari Muhammed ibn Abdullah nomi bilan mashhur. Hijriya 289-yil tug'ilib, Hijriya 375-yil o'lib ketgan. Bu odam hozirgi shu Qazvayn, Zanjan deydigan Ironning muhim shaharlari bor. Shu oraliqdagi Abhar deydigan bir yezi bor ekanda, kanit. Shu yerda tug'ilgan, shu yerdan chiqqan ekan. Ammo lekin bu odam Maliki mazhabni o'rgangan ulamo ekanda. Shunaqqa keyingi mezgilda Iroqda yerlashib, Iroqda Maliki mazhabniki faqihsi bo'lib, ustoz bo'lib tanilgan. Bu odamni bir qozi bo'lib berang desa, bu odam qozi bo'lib berishga unamagan debdi. Bu odamniki zoitligi. Bu odamniki ijmo ahlul Madina, Madinaning Makkadan fazilati qatorliq yanayt yaxshi büyük kitapları bor. Bunu o'qish tegishli. Undan boshqa yana bir büyük allama Türk xalqining faxri Abullay Samarqandi degan ulamo. Bu odam Hijriya 333-yilda tug'ilib, Hijriya 373-yilda o'lib ketgan. Yosh o'lib ketibdi. 40 yoshda. Bu zat hem muhaddis, hem zahid, hem faqih. Bu adamda İmamul Huda deb nom bergan. Şeyhul İslam nomlari bor. Bu adamning Bahrul Ulum nomli kitobi bor. Tasavvuf haqida yozgan Bostanul Arifin, Tanbihul G'afilin deydigan kitoblar bor. Bu tasavvuf haqida yozilgan buyuk kitoblar. Bu kitoblar nayt bizning diyorlarimizda mashhur. Yaqin qadar har qanday juma kunda bir xatiblar mush kitobdan vaz nasihat qilmay qolmaydi. Bu nayt büyük bir kitap deyishki bo'ldi. Uyg'ur xalqininki dinini hozir qadar saqlab kelgan kitoblar qaysi degan vaqtida mushtaq Bostanul Arifin, mushtaq kitoblar. Mush kitoblarni asos qilib turib, yodiga o'qib ketgan kishilar. Endi İmam Zahabiy rahmatullohi alayh bu kishi to'g'riliq gap qilib Belaxtda o'lib ketganligini xotirlabdi. Yani 393-yil o'lib ketgan debdi. Ba'zilar 370-yil o'lib ketgan debdi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük ulamo Farisi nomi bilan mashhur bo'lgan Abu Ali Farisi degan kishi. Hijriya 288-yil tug'ilib, Hijriya 377-yili, milodiya 987-yilda to'g'ri keldi. Mush payt o'lib ketgan. O'zi nayt katta nahvshunos va arab tilini yaxshi biladigan bir büyük bir tilshunos deyishki bo'ldi. Bu odam mush islom dunyosining poytaxtlari bo'lgan Bag'dod, Halab qatorliq joylarda yurgan. Sayfuddavlaning qishida uzun mezgil turgan bu odam. Keyingi mezgilda Fars qaytib ketgan. Farsda Azdudavla hozir bu kitobdan bir şey chiqdi. Shuning hamrohlab, shuning qishida turib Azdudavlaga grammatik o'rgatgan. İzah namlıq bir kitap var. Şu kitap müşedemdeki kitabı. Bu kitapni Azdudavlaga yezib bergan bu adam aynı vaqtida. Yana bir büyük ulamo bu davrda o'lib ketgan İbnul Jallab degan kishi, Ubaydulloh ibn Jallab deymiz. Yoki Abul Qasim ibn Jallab. At-Tafri nomli kitob bor. Bu kitobniki bu odam avtori bo'ladi. Shu kitobni yozgan. Undan boshqa bu odam rivoyatning gapini qilib o'tgan Abu Bakr al-Abhariyda o'qigan. Bu odamniki shu Maliki mazhabda ustozi Abhariydan keyin
nayeti büyük töhpleri var. Çünkü şu Mesail-i Hilaf namlık münasebetlik kitapları var bu adamdaki. Müşahit yazgan. Bağdat'ta hem de şu mezhep ilmi de muş eden bulab mezhep ilmi dediğimiz şu Maliki mezhepte. Bunun dek bir büyük ulema yok diye ki mezgilde edepte öz devirde. Lekin afsus Hicriye 378 yılı Qiran işida dunyodan ketgan. Demek muşdan olan biz şu 24. halifeniki devirde ölgen büyük şahslar bilen tanışıp çıktık. Biz inşallah keyinki dersimizde 25. halifeniki hayatı bilen tanışıp çıkımız. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.